Nima bu bolani bo'shashtirib yo'rgaylamay olib yuribsiz? Olib keling, o'zim qattiq qilib yo'rgaylab beraman. Oyijon, raddomda yo'rgaylama deb aytishdi. Chaqaloqni yo'rgaylamoqchi bo'lsangiz, chaqaloqni o'ziga qarashimiz kerak. Yo'rgaklashni shifokorlar kerak emas deganda, oldingi zamondagi kabi qattiq yo'rgaklashni nazarda tutishadi. Ya'ni oyoq qo'lini soldatik qilib yo'rgaklash. Bunday yo'rgaklash mumkin emas. Lekin bizda bo'sh yo'rgaklash bor. Unda bolajonni oyoq qo'llari bo'sh bo'ladi, bemalol harakatlanishni mumkin. Biz bolajonimizga yoqyaptimi, yo'qmi, yo'rgaklab ko'rib, sinab ko'rishimiz mumkin. Chaqaloqlarni ba'ziga bu yoqadi, ba'zilariga esa yoqmaydi va ba'zilar aynan yo'rgaklaganda o'zini yaxshiroq his qiladi. Nega? Chunki bolajoningiz 9 oy qorningizda aynan mana bunday embrional pozada yashagan. Shuning uchun bolajoningizni yo'rgaklab ko'ring, agar unga yoqsa buni davom etasiz, yoqmasa bunday qilmaysiz. Chaqaloqni to'g'ri yo'rgaklashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada 33 sonini yuboring, sizga videosini yuboraman.